Mana bugun sizlarga Klasmarkand 55 press apparatini ko'rsatib o'taman. Bu press apparatimiz hali O'zbekistonda ishlatilmagan. Yevropa fermerlari tomonidan qo'l ishlatilgan. Turkiyadagi bu press apparatimiz juda ham a'lo holatda, hamma joy radniy holatda, vaziyatga qismlarini original holatda turibdi, o'zini radniy kraskalari. Ko'rib turibsizlar, mana balonlarni tiniq turibdi, mana jatkalari ham tegilarini ko'rsatib o'taman. Buni otib beradigan qismlari ham mavjud. Mana sizlarga hozir chiqadigan qismlarni ko'rsatib o'taman. Shezirlari ham ko'rib turibsizlar, to'rtburchak holatda turibdi. Hamma joyi original. Bu apparatimizga mana o'zingizlar baho berib o'tasizlar. Ko'rib turganingizdek press apparatimiz original holatda turibdi. Kimga shunaqa press apparat